Hammaga salom. Bugun bizda komandamiz bilan olinayotgan birinchi YouTube videomiz. Bugungi videomizda qarochi ko'p zadaniyalar bo'ladi. Qanaqa zadaniyalar ekanligini video davomida ko'rib olasizlar. Bugungi videomizda eng ko'p ochko yiqqan o'yinchi yutadi. Eng kam ochko yiqqanni hamma komanda a'zolari bilan birgalikda ikkitadan shop uramiz. Qarochi qanaqa zadaniyalar ekanligini va video qanday bo'lishini video davomida ko'rib olsanglar bo'ladi. Unda biz bugungi videomizni boshladik. Bugun Bollabzada birinchi videomiz bo'lgani uchun bugungi videomizda naqd 10 ta zadaniyalar bo'ladi. Bollabzada birinchi zadaniya krisalar jangi, ya'ni to'p bitta varatan penalti nuqtasida turadi. Qolgan o'yinchilar unisi varatandan yugurib keladi. Kim birinchi bo'lib qarosh kelsa gol urish kerak. Keyin bu krisalar jangi 3 ta golgacha davom etadi. Ko'ringlar. İkinci vurdun. İkide golün var hozircha. Xo'p, bolalar, qarochi bizda ikkinchi zadaniya himoyachi bilan birga bir chiqish. Hamma qarochi o'ziga o'zi para tanlab oladi. Har bittamiz 2 martadan chiqamiz. Bo'ldi. Mana bolalar, bizda birinchi para Maqsudga qarshi Usmon ketdi. Böyle. Maqsudjon, nima bo'ldi? Birinchisini urmadingiz, ikkinchisini urib bilasizmi endi? Harakat qilib ko'taramiz. Bo'ldi, boshladik unda ikkinchisi. Ketdi mana. Böyle. Usmonjon, birinchi zadaniya krisalarda urmadingiz. Endi bu himoyachi bilan birga birini urib bilasizmi? Ha, urib bilsam kerak. Boshlang unda, ketdi. Böyle, все. İkinci urnaşı. Böyle, все. İkkalasi ham urmadi qarochi. Keyingi para Shavkatga qarshi Alisher. Shavkatjon, nima deb o'ylaysiz? Birinchi krisalarda olmadingiz, kelmadi. Endi bunda gol urasizmi? Men urishim kerak lekin. Boshladik unda. Böyle. Ana ikinci urinish. Böyle. Alisher ikkitadan nechta uraman deb o'ylaysiz? Ikkita. Xudo xolasa ketdi. Böyle все. O'zi bu bizning zadaniyamizda Shavkatjon, bizning komandamiz himoyachisi, bu Alisher bizning komandaning yarim himoyachiga qarshi himoyachi chiqibdi. Alisherning ikkinchi urinishi birinchisidan urmadi. Qani ko'ramiz, ikkini urib biladim. O'yin. Voy, shtanga qol, mayli. Bola qarochi o'zi hujumchiga qarshi hujumchi chiqibdi. Ko'ramiz endi. Ketdi. Birinchi urinishni urmadim, ikkinchisidan xudo xolasa uraman.
Özümning imkoniyatimdan ikkitadan urmadim, endi atborda yaxshi o'ynashim kerak. Ketdi. Gabralar mı sonra? Gabralar mı? Bobik. Bolalar ikkinchi zadaniyani ko'rdingizlar. Hech qaysimiz gol urmadik, bilmayman nima uchun bunday bo'ldi. Bizda uchinchi zadaniya Kraydan havolati pas beriladi. Bitta oстановка qilib, varataga gol urishimiz kerak. Har bitta o'yinchida ikkitadan imkoniyat bor. Ko'rib turinglar, xudo xolasa ana shu o'rinda ikkitadan ikkita urishga harakat qilaman. O'zim o'xshagan bo'lim ikkitadan imkoniyat. Gol. İkinci Kutma kutu. Hadi ikkitadan bitta bo'ldi. Normalni. Hop, bolalar ikkinchi bo'lim ham boshlayman. Alisher Qanju. Oy oy oy. O Молодец. Normalni. Ne yapayım? Kastos. O, zo'r tochka. Oy oy oy. Let's go. Oy oy oy. İkitadan ikkita urdim hali. Zo'r. Kamida bitta urishga harakat qilaman. Whoa. Vallahi bizda korоче 3 ta zadaniya tugadi.
Endi bizda 4-zadaniya shtrafnoy tepish, har bittamiz 3 tadan tepamiz. Ko'ringlar. Shtrafnoyni men birinchi bo'lib boshlab beraman. Oy oy oy. Birinchisini ko'rdingizlar, super gol bo'ldi. Ikkinchisini ham shunday urishga harakat qilaman. Ketdi. Oy oy oy, Vartar. Oy. Vartar hozir gudarni qanday qaytarding sen? Qolganlarni ham shunday qaytarishga harakat qilaman. Davay, kichkina demang bizni ko'tarib uramiz, sizni bo'libdi-ku. Men navbatim Xudo xohlasa gol urishga harakat qilaman. Ketdi. Men bir uramda, ikkinchisini nishonlamakanda qo'lasha. Вообще Vartar, вообще kichkina demang bizni bo'libdi-yu. Negativlar, nima deysizlar? Kirdi gol. Hop, 3-bo'lim ataman. 3tadan bitta urishga harakat qilaman nasibsi. Ketdi. Sem crush nem ficante. Quem nasceu pra ser fiel nunca vai ser amante. Куда мы летим? США? Канада? Африка? Счастливого путешествия в Казахстан. Men navbatim 3tadan kamida 2ta urishga harakat qilaman. Yaxshi Vartar. Quem nasceu pra ser fiel nunca vai ser amante. Kirdi. Voy. Do empurra a tampa do pão de cama. Todo mundo empurra. Ketdi 3-urinishi. Pajama o'xshaman, lekin bu yerda aylantirib kerak edi. Ronaldo formasida Abdukarim 3 tadan nechta uraman deb o'ylaysiz? 3 ta. Xudo xolasa ketdi. Oy oy. Karim Zadametuni. Abdukarimni 3-urinishi ketdi. Va Abdukarimning shtrafnoylar davomati kelmadi. Bolalar qo'yat oxirgi bo'lib, men tepadigan bo'ldim, 3 ta imkoniyat bu, xudo xolasa 3 tadan kamida 2 ta uraman. Ketdi. Ha! 3 tadan bitta bu. Davay. Ikkinchi udar. Sal qoldi. Bola oxirgi urinishim. Xudo xolasa gol. Esinga Malik Bey. Va. Gol bo'lmadi, 3 tadan bitta urdim. Bo'lamizda, короче, oxirgi 5-zadaniyamiz. 5-zadaniyada orqasida 2 ta urib beradi, tepaga o'tib beradi. To'pni havoligida darvozaga urish kerak. Har bittamizda 3 tadan imkoniyatimiz bor. Ko'ringlar, birinchisi. Osmonga. Yo. Давай. Ой.
Bulla. Ipi. Vallahi men navbatim shundan xudo xolasa ikkita urishga harakat qilaman. Shundan ikkita yurdim, mana bu urishda. Vay man. Uy! Vay! Oy. Traktor yaxshi belli lekin qolmayman. Riding bu penjani sotib al. Mana bolalar, o'zingizlar ko'rdinglar. Video boshida 10 ta zadaniya qilamiz dedim, lekin havo issiqligini hisob qilgan oldi keyin bolalarni vaqti yo'qkan ketib qolish uchun zadaniyalarni 5 taga qisqartirishga qaror qildik. Job urmaslikka ham qaror qildik, chunki havo juda ham issiq, o'z tezroq uyga ketishimiz kerak, og'zimiz qurib ketgan, suv ichishimiz kerak tezroq. Keyin xullas video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosib, kanalimga mana obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki komanda bilan bu videomizlarni davomi chiqishini xohlasanglar, likelar sonini ko'paytiringlar. Masalan, keyingi videomizda biza pul yutgan odamga pul qo'yishimiz mumkin. Masalan, ana shu videoga 100 ta like yig'ilsa, keyingi videodagi pul miqdori 10 ming bo'ladi. Agar 200 ta like yig'ilsa, 20 ming bo'ladi. Bu videoga agar ana shu video 1000 ta like yig'ib qolsa, keyingi videodagi prizovoy summa 100 ming so'm bo'ladi. Albatta, hamma sizlarga bog'liq. Iltimos, like va obunani bang'illatib tashlaylar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.